Bir stakan suv bering. Xo'p bo'ladi. Ha, aytgandek. Marhamat, oling. Meni ismimni sizga kim aytdi? Ismingiz chiroyli ekan. Chiroyli joyi yo'q, oddiygina ism. Shoshilyapsizmi deyman-a? Unda tezroq tushuntira qolay. Mashinani shartnomasi bekor bo'lgani uchun 20% chegirma bilan olishingiz mumkin. Shunaqami? Oldindan kafolat puli qo'yasiz. Taxminan 200. Xiaong. Bu yerda nima qilyapsan? Ish yuzasidan o'zingchi. Jiyanim bilan shu yerda uchrashmoqchi edim. Bo'pti, keyin ko'risharmiz. Yaxshi. Iyi. Adashibsizlar. Keyin ko'rishamiz. Xiaong. Bola, qayerdasiz? O'sha yerda ko'rishamiz. Nima gap? Haligi Chiqing tez. kechirasiz.